Aholi bandligi bugungi kunning ustuvor maqsadlaridan sanaladi. Ayniqsa chekka hududlarda yashovchi hamyurtlarimizning ish bilan band bo'lishi borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday fuqarolardan biri Zarifa Egamberdiyeva hisoblanadi. U bolaligida dekorativ gullarni tayyorlashni yaxshi ko'rar edi. Shuning natijasi o'laroq bugun o'z ishiga, o'z daromadiga ega bo'lmoqda. Zarifa opa bir muddat uyda ishsiz o'tirgandi. Mahalla yettiligiga murojaat qilib, hokim yordamchisining ko'magi bilan imtiyozli kredit oldi va ayni kunda 10 nafarga yaqin xotin qizni ish bilan band qilgan. Shu bilan birga doimiy daromad manbaiga ega bo'lgan. Balalıkımdan shunday go'zalliklar yaratishga qiziqqanligim sababli shunday ishlarni, shunday sun'iy dekorativniy gullarni yasashni o'rgandim, kurslar o'qib. Hozirda bir 10 dan ortiq qizlarni shogird etib olib, ular ham hunarimni shuni o'rgatib turibman. Bu go'zalliklarga qiziqadiganlar hozir ko'payayotir, talab bor, xaridorlarimiz bor. Xaridorlarni qarab ishlab chiqarib yetkazib berib turibmiz. Ishsizlar sonini kamaytirishga hissamni qo'shib, ishsiz ayollarni shu hunarni o'rgatib, ish bilan ta'minlayman degan niyatdaman. Bu hunar bilan 1 yil bo'ldi shug'ullanib boshlaganimga. O'zim uyda shunday asta-asta ne bilan ishlab boshlab, endi kengayayotirmiz. Yanımda shogird qizlarim bor. Ular ham o'rgatib turibman. Bular ham o'zlari ishlab, o'zlarına xaridor topib, ishlagan mahsulotlarini sotib, oilalarni ozgina bo'lsam daromad qo'shib turibdilar. Mahalla yettiligi tomonidan menga bir maslahat berib, bu ishni boshlashim uchun kredit ajratib berdilar. Mahallada yettilik samarali mehnat olib bormoqda. To'rtko'l tumanidagi Yangiobod mahallasi deb tumanga borib ko'rsangiz, qanday namunali hudud ekanligini ana o'sha hamyurtlarimizdan eshitasiz. Yurtimizda mahalla tizimiga bo'lgan e'tibor natijasida bu mahallada ham yettilik xodimlari aholi muammo va masalalarni joyida o'rgangan holda bugungidek yuqori natijalarga erishmoqda. Mahallamizdagi ayol qizlarni bandligini ta'minlash maqsadida ayol qizlarimizni o'quv kurslariga jalb qilish, ish bilan ta'minlash masalalari keng qamrab olingan. Shu jumladan mahallamizda endi faoliyatini boshlayotgan yurtdoshimiz, mahalladoshimiz Egamberdiyeva Zarifa xonadonidamiz. Hozirda mahallamizda 3 ta doimiy ish o'rin bilan o'zini ishlarini taklif qilib, doimiy ish o'rin bilan bandlab qo'ygan. Xullas, Yangiobod mahallasida xotin-qizlar bandligi mana shunday qilib ta'minlanmoqda. Eng asosiysi nima bilasizmi? Aholi bugun o'z qiziqishlari orqasida daromad topib oila tebratishmoqda. Bu esa har bir xonadonda farovonlik hukm surishiga asos bo'ladi.